Assalomu alaykum azizlar. Bugun Samarqand shahrida Ro'ydakida joylashgan obyektimiz haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Xo'p azizlar, bu yerga obyektimiz 8 blokdan iborat bo'lib, hozirgi kunda birinchi blok tugagan, ikkinchi va uchinchi blok ishlar terilishi ketyapti. Xo'p azizlar, fasadlarga bu yerga Turkmanistonning keramika g'ishlari beryapmiz. Bu g'ishlar razmeri 9 ga 12 ga 25 bo'ladi. Qizil va sariq ranglarda. Do'stlar, bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu g'ishlarning ichiga hech qanaqa pigmenti yo'q, o'zini tabiiy rangi. Ya'ni yillar davomida o'tsa ham g'ishti rangi sifati umuman o'zgarmaydi. Bilasizlar, O'zbekiston juda ham issiq o'lka, shuning uchun quyosh bizlarga juda ham yaxshi. Bu o'shanga rangi o'chmasligiga, sifati buzilmasligiga bu g'ishlarga biz kafolat beramiz. Xo'p, g'ishlarning razmeri 9 ga 12 ga 25 1.4 NF deyiladi. 1 kvadratiga fasad qismimizga bu g'ishdan 40 dona ketadi. Sizlardan hozir narxlari bilan aytaman, faqat sizlardan bitta like bilan podpiskani eslaringizdan chiqarmanglar. Ko'pchilik chunki bizlardan YouTube'ga faqat narxlarni so'raydi. Xo'p, hozir kundagi narxi donasi 5200 so'm qizil rangimiz, 4500 so'm sariq rangimiz azizlar. Ko'rib turganingizdek, mana shu fasad qismlariga oldiga faqat bir qator teriladi bu g'ishdan va orqa qismiga esa chorni kladka g'ishlar teriladi. Chorni kladka g'ishlarimiz ham bu yerga mavjud bo'lib, bu obyektga topshiryapmiz bu g'ishlardan. Bu ham Turkmanistonning g'ishti hisoblanib, 250 marka hisoblanadi. Chorni kladkamiz ham hozir kundagi narxi uni donasi 2000 so'm. Yetkazib berish albatta alohida bo'ladi. Agar siz O'zbekistonda quruvchilar bo'lsangiz agar, sizga alohida bir takliflar beramiz. Mana bunaqa fasad g'ishlarini oladigan bo'lsangiz, sizga yetkazib berishni ichiga qilib beramiz. Undan tashqari yana ancha skidkalarimiz ham bo'ladi. Katta amalshoqi obyomlar bo'lsa agar. Azizlar, bu g'ishlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Bundan tashqari boshqa g'ishlarimiz ham bor. Bizlar kanalga agar kirsangiz agar boshqa g'ishlar haqida bizlar obzor qilganmiz. Xo'p do'stlar, mana bu obyektni ko'rib turganingizdek, bolalar teryapti. Hozirgi kunda uje 5-etajga chiqqan va 3-blokni esa uje 1-etajini bolalar boshlagan. Ko'rib turganingizdek, g'ish terish jarayonlari ketyapti. Bu g'ishlarni mana shunaqa domlarga terilishini yana bitta afzallik tomonini aytaman. Birdan fasad qismi bo'ladi va uzoq yillar o'z sifatini yo'qotmaydi. Yevropa, Rossiyalarda ham ko'p bilsangiz agar mana shunaqa fasadlariga keramika g'ishlardan ishlatishadi. Bizga ham mana shunaqa keramika g'ishlar kirib kelgani uchun mana o'sha quruvchilarimiz mana shu g'ishlardan fasadlariga ishlatyaptilar. Xo'p, azizlar, pastga raqamlar qo'yamiz. Bemalol bizlar bilan aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga обязательно yozib qo'yinglar. Javob berishga harakat qilamiz. Uzoq safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, pastdagi nomerimizga Telegram, WhatsApp'imiz bor. Ular bilan ham bizlarga SMS yozsangiz, sizlarga albatta javobni yetkazamiz. Amalingizga rahmat.